Eng arzonda sizlarga arzon narxda Kia Carnival avtomobilini ko'rsataman. Mashina haqiqatan yaxshi ekan. Yurib turgan tayyor mashina 2007-yil ekan. Mashina full pozitsiyada, look, hamma narsasigacha bor. Cruise control yo'q menimcha. Multimediyalargacha bor. Avtomatik korobka, multimediya hamma narsasi turibdi. Mana, abayliklargacha bor. 226 ming prebegi. Mashina full pozitsiyada. Bemalol prebega qolasizlar. Bitta yurchkasi yo'q ekan. Xudoni mashi farasi dars ketgan ekan. Ikkitasini qildirib qo'ysanglar ham chotki bo'ladi mashina holati. Mana bunaqa nikkillar bilsanglar, full pozitsiyada bo'ladi. Mashinaning pozitsiyasi ham full, hamma narsasigacha bor, lyukdan tortib, shu multimediyalargacha bor. Salonlariga vashi maza qildim. Mana bunaqa qaranglar, kresloga o'xshaydi, maza qilib o'tiradigan mashina, bemalol yumshoqqina, sidenlari ham yumshoq ekan. Holati zo'r ish qilib, olib haydashga tayyor. Ana, seryozni ishi yo'q ekan. Melchokki motorlarni qildirib olsanglar, zo'r holat keladi. Bu mashinani sizlarga eng arzon kanalimizda $5500 beramiz, ulgib olinglar, bosib tashlaylar.